Barakalloh. Mana shu qo'shig'ini paydo bo'lganiga rosmona 50 yil o'tdi. 50 yil o'tdi. Bunga Allohning irodasi bilan shu sabab avvalo Xudo. Erkin Vohidov yosh yigit edi. Ben 2. kursda teatralniy institutda o'qirdim. Erkin aka yangi uchastka olib uy solayotgan ekan. O'sha mahallaga to'yga bordim. 2. kursman. Ashulachilar borib, men ham borib o'tirgandim. Buni bo'lgan voqeasini aytib beryapman. Keyin bir odam chiqdi, vrach ekan, vrach. Chiqdi qo'lida qog'oz bilan mana shu yerda dedi, yosh shoirimiz, yosh yigit Erkinjon dedi, bir o'zbek to'g'risida she'r yozdi dedi. Sizlarga o'qib beraman dedi. Bu kishi o'sha yerda shu o'zbegimni qog'ozda o'qib berdilar. Men hali Ozarbayjon degan ashulalar bo'ladi. Nimaga o'zbek to'g'risida yo'q deb o'ylab yuradi? Hali odam o'qigandan keyin oldiga borib, akajon, shuni menga yozib bering dedi. Dedim, u kishi aytdiki, ukam, buni hali gazetada ham chiqmadi, jurnalda chiqmadi. Bu qanaqalardan o'tmagan, kontrollardan, uyudan dedi. Hozir buni aytib bo'lmaydi hech qayerda dedi. Dedi, aka, iltimos, men o'qiyman xolos, buni aytmayman dedi. Desam, yo'q, qog'oz yo'q, ukam, qog'oz deb bahona qildi. Bu paytda bunaqa stollar bo'lmasdi. Uzun ikkita taxtani qo'yib turib, ustiga qog'oz qopni, sariq qog'oz qop bo'lardi. Shuni yirtib qo'yib qo'yishardi. Keyin ip bilan boylab qo'yadi. Shu stol 50 yil avvalgi voqea. Bu kishi aytdiki, matbuotda chiqmagan, bera olmayman. Keyin aytdim, qog'oz yo'q deb bahona qildi. Mana qog'oz aka dedi. Hali qog'oz xaltani ko'rsatdi. Mana bu bechora iloj qolmadi. Keyin yoz berdi. Kechqurun 12 bo'ldi. Studentlar shahar ichasida 7-8 obshitada qiyofagida bolalari turardi. Qo'qonli ballar. Ular ishlaman deydi. O'sha xotin ko'prik degan joyda choyxonamiz bo'ladi. Choy ichib oshlayib, ashlaydi, rubob tashlaydi, o'yin qilib kelardi. Esimga tushib qoldi, haligilarda uyda rubob bor. Soat 12da kechqurun o'sha obshiytaga kelib, haligilarni o'yg'atdi. Bu vaqt menga bitta rubob olib chiqib beringlar dedi. Ular rubob olib chiqib berdi, keyin sizlar o'qilaveringlar. Men sizlarga ertalab aytib beraman. Ular o'qiladi. Ertalabgacha men buni yodladim. Muzikasini qildim. Ertalab o'shalar choy ichayotganda men aytib berdim boshlarga. Birinchi o'shalar ish. Keyin o'shandan keyin 3 kundan keyin Chig'atoyda Sugaradokka yaqin, Studentlar shaharchasiga yaqin 3-4 ta o'rtoqlarimni qarindosh to'y qilib qoldi. Kunduzi shunaqa payt. To'y qilib qoldi, iltimos. Bir dona qo'shiq aytib berasiz. Artistlar bor. Dedi, borsam, mana shuncha joy. To'xtali, yo'q, buni yarmicha joy. Bunda 1 so'tlik joy bo'lardi, odamlar uyida 1 so'tlik. Başqa yarmicha joyda, shuni yarmicha joyda osh beryapti. Ashulachilar ashlayib o'tiribdi. Bu paytda ovqat tashimasida ashlayotgan.
Ashula aytib bo'lgandan keyin ovqat tashiladi. Keyin haligilar iltimos qildi. Shu Murod ukamiz ham bir dona ashula aytib bersin dedi. Men endi meni ko'rgan odam ashulachi demaydi. Shoch yelkaga tushadi. Haligi Fatma sportsmen ko'rgan odam bu ashulachi emas deydi. Hech mumkin emas. Keyin Stil akamiz hali shimlar bir tor bir bola. Haligi torini bermadi hali odam. Artist. Ben bittasi bering dedi. Bitta torini berdi. Doirachi turmadi ham. Bitta o'zi. Torni berayotganda uka o'zib qo'ymagan dedi. Hop. Torini olib o'rtaga chiqqanman. Doirachi yo'q yonimda, hech kim yo'q. Doirachilar o'tiribdi. Mikrofon yo'q. Men mikrofon aytaman. Endi boshlayotgandim. Hali o'rtani olib boradigan odam, "Ey, oshni tashib olinglar, oshni berib olinglar" dedi. Endi ashula aytayotgan paytda osh tarqatilmas. Endi bu nima aytadi dedi. Bir 20 kishi lagan ko'tarib yonimdan o'ta boshladi. Qana aytasan ashula? Tavakkal dedi. Endi mikrofon yo'q, baland pardadan aytish kerak, odamlarga eshitish. Aytib "Arihingdir!" Ashna qilak. Arihingdir ming asrlar ichra bino. Jang etib, ovozini qilib, qaytib keldi, devorga tegdi. Yosh yigitlar endi. Butun hamma shunday qaradi, to'xtadi. Osh tashib yurgan odamlar ashi laganini qo'lida ushlab turibdi. Mana shunday yonimda turibdi. Yurmayapti. Yurmay qo'ydi. O'tirsana, ey. O'tir. Yurmayapti. Birov yurmayapti. Chivin uchsa eshitilyapti. Men mana jamiki badandagi tuklar tika turibdi. Osmonda turibman, oyog'im ko'tarilib qolgan, go'yo. Birinchi aytilishi odamlarda bor. Butun O'rta Osiyodagi jamiki o'tgan mo'minlar, avliyolarda ruhi shu o'sha paytda o'sha ekan. Men uni ko'tarib turib, oyog'im yerga tegmayotganga o'xshaydi. Ashulani aytib o'g'limchi qimir etgan yo'q hech kim. Tovoq ko'targan shunday turibdi yonimda. Aytib o'ganimdan keyin ozginadan keyin bo'ldi odam. Men sekin qorinni olib berdim, qochdim. Gap tarqab ketdi. Shu falonchi bir yosh yigit aytdi, bunday bo'ldi. Bundan keyin ana shu yilda o'zida radioga borib O'zbekimni yoshlik studiyasida yozdirdim. Yozdirganimdan keyin yoshligim degan ashula ham bo'lardi. Uni ham qo'shib yozdim. Erkin akam so'z bu ham. Endi haligi o'rtakash radioda endi bu ashulani eshitganingizda osmonlarda yurasiz deb boshlovchi gapirdi. Mana 50 yil o'tdi. 50 yilgacha sizlar shunga qarsak chop keldinglar. Men bilan billah. Erkin akamga qancha yelkasiga undan keyin gap tushdi. Undan keyin 1 yildan keyin kitobi chiqdi. O'sha kitobda bu ashulalar chiqdi. Undan keyin Fahrin akam aytdi. Yana 1-2 odamlar aytdi. Ko'pchilik aytdi bu qo'shiqni. Lekin bu qo'shiq birinchi aytilishi shu biz bilan bo'lgan birodar.
Teşekkürler. Erkin akamı ruhu şad olsun. Juda azobda ko'p qiyinchiliklar ko'rdi undan keyin. Biz endi vazifamiz shu elni dardini aytish ekan. Shu bizga yozilgan ekan, besharamizga. Shuni bizga yuklangan ekan. Buni bittamiz ko'proq, bittamiz ozroq bajarib kelyapmiz. Shu el uchun yongan odamlar o'tiribdi bu yerda hammasi. Hammasi. Hammangizga Alloh bola chaqangizga, o'zingizga, elimizga, yurtimizga, yurtimizning otasiga, bola chaqalariga, el yurtiga, sizlarga bizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, fayz baraka bersin. Fayz baraka bersin. Fayz baraka bersin. Tinchlik, omonlik bersin. Omon bo'linglar. Bugün endi bemalol aytadigan paytda